Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi bir chiroyli darvozamizda, lazer fasondagi darvozamizda Farg'ona viloyatiga ustanovka qilib bo'ldik. Ko'rishlaringiz mumkin. Eniga 3 metr, bo'yiga ham 3 metr razmerda bo'ldi bu darvozamiz. 2 qavatli variantda ko'rishlaringiz mumkin. Juda chiroyli, juda skromniy variantda chiqdi bu darvozamiz. Xudo xohlasa bu darvozamiz 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib bo'ldik. Darvozamiz materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari 8 ga 8 profil bo'ldi. 2,5 lik stenada. Tagi shiviller bo'ldi. Tagiga 10 lik shiviller qo'yildi. Ichidagi profillariga kelsak, 6 ga 4 1.7 stenada bo'ldi. Profillari, listlari 2 lik listda bo'ldi. Darvozamiz 1 kvadrat metrini 1.300.000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib bo'ldi. Darvozamiz orqa holatlariga kelsak, zamoklar zebra zamokdan qo'yildi. Orqa holatlari, orqalari ham tekis, mana juda chiroyli holatda ustanovka qildik darvozamizni. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. O'zbekiston bo'ylab dostavka, ustanovka mavjud. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hamda kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lib qo'ysalaring, keyingi videolarimizni ham xudo xohlasa bemalol kuzatib borasizlar. Keyingi qo'ygan videolarimizni bemalol birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar degan umiddamiz. Xudo xohlasa kuzatib borsalaring, keyingi videolarimizda ham kraska sepish, ustanovka qilish jarayonlarini qo'yib boramiz. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.